Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Tayland hökumətinin 27 fevral 40 Uyğur musafirni Xitoy qaytarışını javobgarlik tortish haqidagi chiqanlar davomlashmoqda. Tayland kishilik huquq faoliyatchilari 4 mart kuni 40 Uyg'urning Xitoy qaytarilish temasida Tayland parlamentida o'tkazilgan guvohlik yig'inida Taylandning bu Uyg'urlarni Xitoy qaytarishi Taylandni Xitoyning vassal davlatidek ko'rsatib qo'yganligi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Taylandni kishilik huquq kengashidan qo'g'lab chiqarish kerakligini bildirgan. 4 mart Tayland parlamenti a'zolarining sahibxonligida o'tkazilgan ve Uyg'urlarga qatnashgan bu yig'in o'tgan hafta 40 Uyg'urni Xitoy qaytarib berib, ularning o'z ixtiyorligi bilan Xitoy qaytganligini ilgari surgan Taylandning bosh ministri Shinawatra hukumatiga bo'lgan qattiq norozilikni aks ettirmoqda. Tayland hukumatining 27 fevral kuni 40 Uyg'urni Xitoy qaytarishi muhojiratdagi Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'ab qolmay, BDT kishilik huquq oliy komissaridan tortib BDT musofirlar oliy mahkamasigacha, Amerika hukumatidan tortib Yevropa ittifoqi, Angliya ve Avstraliya hökumətlərgəçə bolğan köp tərəfinin qattiq tənqidiga uçurğan. Yığında Tayland Xalqlar Hüquqini Küçeytiş Fondi Təşkilatının direktori Chalida Tajarunsok mundaq degan: "Sizlər BDT kishilik huquq kengashining a'zosi sifatida kishilik huquq xiloflik qildinglar. BDT Taylandni kishilik huquq kengashidan qo'g'lab chiqarishni o'ylashi kerak." Tayland 2024-yili 10-oyda BDT umumiy yig'in tarafidan kishilik huquq kengashining 2025-yilidan 2027-yilgacha bo'lgan a'zoligiga saylangan. Tayland parlamentida o'tkazilgan bu yig'in Tayland hukumatining amdi qolgan 8 Uyg'urni bo'lsa-mu Xitoy qaytarmasga talab qilinayotgan bir payti chaqirilgan. Yig'inda Chalida Tajarunsok: "Biz Uyg'urlarni 3-turkumda yana qaytarish vaqasini yuz bermasligini umid qilamiz. O'tgan 2 qatimliq sharmanchilik yetib oshidi" degan. BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türk Tayland hukumatining qilib qolgan Uyg'urlarni bo'lsa-mu qaytarmasligini talab qilgan. Shuningdek, BDT musofirlar mahkamasining yordamchi oliy komissari Minik Devela Tayland padişahlık hukumatining qaytarmaslik prinsipi ham xalqaro qonundagi majburiyatiga xiloflik qilganligini bildirgan. U garchi qaytarishni to'xtatishga chaqirgan bo'lsa-mu, ammo buning uchun uning qanday tadbir oldiganligi yana aniq emas. Amaliyat shuki, mustaqil tadqiqotchilar BDT musofirlar oliy mahkamasining hozir Tayland qilib qolgan Uyg'urlardan 3 kishiga ilgari musofirlik salohiyati bergan bo'lsa-mu, lekin 2016-yildan boshlab ularning salohiyatini yanglab berishni rad qilganligini bildirmoqda. BDT musofirlar oliy mahkamasining bayonotchisi Baloch Babur 4 mart Erkin Asiya radiosiga bergan yozma bayonotida musofirlar oliy mahkamasida bu guruh kishilarning qo'shimcha uchuri yo'qligini bildirgan. Shundaqla dunyoviy qoida sifatida biz mavjud shaxsiy delillarni jazmlashtirmaymiz yoki maxfiyatlik va qo'g'dash sabablardan uningga baho bermaymiz degan. Babur Baloch bayonotida BDT musofirlar oliy mahkamasining Tayland hukumatiga o'xshamagan hal qilish choralarini sunganligi, lekin Tayland padişahlık hukumati BDT musofirlar oliy mahkamasining Uyg'urlar bilan aloqa qurishiga yo'l qo'ymaganligini ta'kidlagan. Ammo yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakat tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas xonim BDT musofirlar oliy mahkamasining Uyg'urlarni tashlab qo'yganligini ayiblagan. Tayland parlamentidagi yig'inga ekran orqali qatnashgan Roshan Abbas xonim mundaq degan: "Bu nomussizlarcha qilmish Tayland uchun sharmandalik bo'lib qolmay, dunyoviy axloqning cho'kishidir. BDT musofirlar oliy mahkamasi Xitoydan qo'rqib hech qanday ish qilmay, bu Uyg'urlarni tashlab qo'ydi. Bu Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik harakatiga qarshi turish majburiyatiga xiyonat qilganlikdir." Yig'inda Uyg'ur tutqunlarining Tayland sotidagi vakolatchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Avstraliyadagi vakili Baxtiyor Bo'rapandi ekran orqali so'z qilib, Tayland hukumati aytgandek Uyg'ur tutqunlarining Xitoyga o'z ixtiyorligi bilan qaytganligiga savol qo'ygan. Baxtiyor Bo'ra mundaq degan: "Tayland hukumati bu Uyg'urlarning o'z ixtiyorligi bilan Xitoy qaytishga qo'shilganligini qayd qilmoqda. Amaliyat shuki, Uyg'urlarning jazolanganligi mukammal hujjatlar orqali ayon bo'lgan ahvolda ularning fuqarolik huquqi dafsan qilinish xavfi intayin yuqori bo'lgan bir davlatga o'z ixtiyorligi bilan qaytishni xohlaganligiga ishonish bek mushkuldir." Bu yig'in Tayland hukumati Xitoy o'ziga qaytarilgan 40 Uyg'urga yaxshi muomala qilganligi haqida va'da berganligini qayd qilayotgan, ammo Xitoy Jixi ministerligi va vatanimiz Sharq Turkistondagi Xitoy hukumat taratqullari bu Uyg'urlar haqida farqli bayonlarda bo'layotgan, shu sababli ularning oqibatiga bo'lgan andishalar taxim kuchayotgan bir payt o'tkazilgan. Tayland parlamentidagi qo'g'dildigan hech kim qolmadi. Uyg'urlar uchun aytilmagan 11 yillik kechmish nomli bu yig'inda kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining oliy tadqiqotchisi Sunay Fasok
Taylandning bu kishilar bilan ko'proq ko'rishib turish uchun Xitoyga besim qilish kerakligini aytgan. Sunay Fasok mundaq degan: "Men Taylandning Xitoyning buyruqlarini bajo keltirishdan boshqa nimaga erishganligini ko'ra olmadim. Bu Taylandning o'rnini Xitoyning bir vassal davlat o'rniga tushirib qo'ydi." Sunay Fasokning ta'kidlashicha, 27 fevral Xitoy qaytarib berilgan 40 Uyg'urning oqibatini nazorat qilish Tayland bilan cheklanib qolmasligi kerak ekan. Sunay Fasok bu vaqtda to'xtalib, masala shuki, agar bu kishilarni nazorat qilish yolg'iz Taylandga yuklab qo'yilsa, buningga hech kim ishonmaydi. Tayland cho'qim Xitoy bilan BDTning ular bilan ko'rishishi, xalqaro taratqular va chet el hukumatlarining erkin berib kelishiga yo'l qo'yish haqida so'zlashish kerak degan. Navbatda Tayland hukumati bilan BDT musofirlar oliy mahkamasi Uyg'ur tutqunlariga musofirlik salohiyati berish va ularni bexatar uchinchi bir davlatga o'rinlashtirish masalasida o'zaro ziddiyatli uchurlarni berib javobgarlikni bir-biriga ortmoqda. BDT musofirlar oliy mahkamasining bayonotchisi Babur Baloch Tayland podshohlik hukumati bilan bo'lgan har darajalik uchrashishlarda ularga davlatlik va xalqaro qonun majburiyatini eslatib kelganligi, uning Uyg'urlarni majburiy qaytarmaslik haqidagi ko'p qatimliq iltimosiga qaramay qaytarganligini qayd qilsimi, ammo Tayland hukumati Uyg'urlarni qabul qildigan 3-chi davlatning chiqmaganligini ta'kidlamoqda. Holbuki yig'inda kishilik huquqni kuzatish tashkilotidagi Sunay Fasokning bildirishicha, nurg'un davlatlar Uyg'ur musofirlarini qabul qilish orzusini ifodalagan bo'lsa-mu, ammo Tayland bu yo'llarning hammasini to'sib qo'yg'ashqa, bu davlatlar uchun rasmiy talab sunish fursati tug'ilmagan. Amerikadagi Kommunizm qurbonlari xotir fondining Xitoy tadqiqoti bo'yicha direktori, atoqliq Uyg'urshunos tadqiqotchi Adrian Sens o'tgan hafta Amerikadagi zamonaviy Xitoy jurnalida e'lon qilgan yangi tadqiqot dokladida atalmish sobiq Uyg'ur avtonom rayonlik partikum sekretari Jang Chunshanning Sharq Turkistonda 2017-yil boshlangan cho'ng tutqunning asosli loyihaligisi Chen Chuango bo'lsa, uning ijrochisi ekanligini ilgari surgan. Dokladda qayd qilinishicha, Beijingning Sharq Turkiston qaratgan siyosatida uning burun izchil davomlashtirib kelgan boshqarish andisisi Xi Jinping davrida buzilib, uning burunqi har qanday siyosatni oldi bilan yerlik sinaq qilish, markaz tasdiqlash va qonunlashtirish shakli, yuqori bekitish, tovandikilar sinaq qilish, natijaga qarab markaz qonunlashtirish shakliga o'zgargan. Adrian Sens bu andiza atalmish Xinjiang doiralarining siyosiy tajriba sinoqlarining atalmish qayta tarbiyalash lagerlarida keng ko'lamlik oshqo'llikni tugatishning yerlik shakllarini taraq qildirishiga turtki bo'lganligini bildirgan. Adrian Sens bu dokladda tunji qatim Beijing hukumatining 2000-yillardan keyin Sharq Turkistonda siyosiy tajribalarini uzluksiz sinoq qilish orqali oxiri 2017-yildan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, atalmish diniy oshqo'llikni tugatish nomida atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga qamashqa yo'l etishning siyosiy bosqichlarini nazariya jihatdan sharhlab chiqqan. Adrian Sensning ko'rsatishicha, Beijingning Uyg'urlar qaratgan cho'ng tutquni yerlikning ijodiy xarakterlik yang bostirish andizlarini tajriba qilish jarayonida shakllangan bo'lib, bu Kompartiya davlatining rayondagi noroziliklarni diniy oshqo'llik va davlat bexatarligiga tahdid deb bostirishining ijodiy andizlarini yaratish bilan natijalangan. Adrian Sens ijodiy zulmlar, siyosiy tajriba va Beijingning Xinjiangdagi qayta tarbiyalash harakatining o'zgarishi nomli dokladida Sharq Turkistonning atrofi siyosiy jihatdan favqulodda sezgir bo'lsa-mu, ammo Beijingning yanada markaziy hukumatdagi yuqori darajalik o'rinlarning ko'rsatmasi bilan atalmish qayta tarbiyalash lagerlarida keng ko'lamlik oshqo'llikni tugatishning yerlik taraqqiyot andizlarini ilgari surishdagi siyosiy tajriba shakllarini sinaq qilganligini bildirgan. Adrian Sensning ko'rsatishicha, 2013-yil boshlangan bu musofa 2017-yilning boshlaridagi keng ko'lamlik tutqunga yo'l ochquchi bo'lgan oraliqda bir qancha bosqichni besib o'tgan. Dokladda qayd qilinishicha, Sharq Turkistonga 2016-yil yetkazib kelingan atalmish sobiq Uyg'ur avtonom rayonlik partikum sekretari Chen Chuango bu bostirishni amaliyalashtirishda o'ynagan halqiliq rol sababli cho'ng tutqunning bosh loyihaligisi deb qaralsa-mu, ammo uning asosli loyihaligisi Jang Chunshan ekan. Dokladda Chen Chuango Jang Chunshanning tuzgan Uyg'urlardagi atalmish oshqo'llikni tugatish loyihasining ijrochisi ekanligi qayd qilinmoqda. Amaliyat shuki, ayni vaqtda Jang Chunshan Uyg'ur jamiyatidagi nurg'un kishilarda mo'tadil Xitoy kadri degan qarash bilan tanilgan bo'lsa-mu, ammo uning 2011-yili Amerikada ziyoratda bo'lganda yerlik indianlar o'ltirishli rayonlarda alayda tekshirishda bo'lishi va uning ba'zi Amerika palata a'zolari bilan ko'rishishi Uyg'ur tashkilotlarining noroziligini qo'zg'agan edi. Holbuki Adrian Sensning qayd qilishicha, dalillar Uyg'urlarning 2017-yili keng ko'lamlik tutqun qilinishi 2009-yili boshlangan bir jarayonning mas'ul ekanligini ko'rsatsa-mu, ammo bu jarayonda, ya'ni 2013
2014 ve 2015 yılları yüz bergen Xitay hökuməti atalmış terrorluq hücumu deb qarğan ayrim vaqalarning cho'ng tutqun bilan aloqador ekanligini ko'rib yetmagan. Adrian Zenz mundaq deydi: Bu bir jarayonda qiladi. Bu Şinjanlik Uyg'ur kadrlarining 2012 ve 2013 yillarda qilgan bu vaqtdagi so'zlari ham buning zarurligiga oid so'zlardan aniq bo'lmoqda. Nayt aniqki, Xi Jinping bu jarayonni tasdiqlagan. Uning o'zimi vaziyatdan alayda andish qilganligini aytgan. Men erishgan dalillar shuni ko'rsatmoqda. Qisqasi bu bir jarayon bo'lib, 2009 yildan boshlanganda qiladi. Ammo men buning bu jarayonda yuz bergan ayrim voqealar bilan bog'lanishli ekanligini ko'rib yetmadim. Adrian Zenz Sharq Turkistondagi bostirish siyosatidagi o'zgarish sinqining Jiang Chunshan davrida boshlanib bo'lganligini ta'kidlamoqda. Adrian Zenz mundaq dedi: Biz bu jarayondan shuni bilalaymiz. Qayta tarbiyalashning ochqishliq tadbirlari, jumladan buni qandoq ilib berish, shundaqla qayta tarbiyalashni markazlashgan alayda aslarlarda, ya'ni lagerda ilib berish 2015 yildan boshlabla muqimlashgan. Shu vaqtning o'zida bu o'rinlar kasbiy mahorat qayta tarbiyalash markazlari deb atalgan. Buningga Jiang Chunshan mas'ul bo'lgan. Bu jarayonga bostirishning bu xil siyosiy andizlari Jiang Chunshanning davrida yo'l qo'yilib bo'lgan. Dokladda qayd qilinishicha, Xitoyning atalmish kasbiy mahorat tarbiyalash markazlariga bog'lanishli Uyg'ur emgak kuchlarini yo'tkab o'rinlashtirish programmasi Xitoyda azaldan davomlashib kelayotgan emgak bilan o'zgartish sistemasidagi bo'shliqni, ya'ni emgak kuchi yetishmaslik masalasini hal qilish uchun o'ttirib qo'yilgan ekan. Adrian Zenz amaliyotning bu ikki xil sistemaning o'zaro bog'lanishli ekanligini bildirdi. Adrian Zenz mundaq deydi: Bu ikkisi o'zaro bog'lanishli. Men dokladda Şinjandagi qayta tarbiyalash lagerlarining Xitoyda burun mavjud bo'lib kelgan emgak bilan o'zgartish sistemasining yangilangan ham kuchaytirilgan shakli ekanligini o'ttirib qo'ydim. Dokladda aytilishicha, Xitoy hukumatining 2014 yil o'tkazilgan ikkinchi qatimliq atalmish Şinjan xizmat yig'ini uning 2017 yildagi cho'ng tutqunga yeshil chiroq yiqish yo'lidagi halqiliq burilish nuqtalarining biri bo'lgan. Xi Jinpingning shu qatimliq yig'inda markaziy hukumatning Şinjan xizmatidagi asos siyosiy yo'linishi aniq bo'ldi. Әмдеки ашқышлық мәселе тонышны вә әрекетні бірлік келтіріш дегенлікі қайт қылынмақта. Шу қытымлық йығынды яна әйні вақыттыки аталмыш Şinjan xizmeti мәркізі рәхбәрлік группасының мәсулі, Xitay Мәмлекетлік сиясы кеңішінің рәйісі Yu Jingxin, мәркізі хөкүмәтінің Şinjan xizmetidagi asos yo'lanishi qaror qilinib bo'ldi. Әмдеки ашқышлық мәселе пұрсетні чоң tutib icra qilish degan. Adrian Zenzning ko'rsatishicha, ayni vaqtda yerlik doiralar bostirishning andizlarini qandoq sinoq qilishga taraddud qilgan bo'lsa-mu, ammo Beijing hukumati vaziyatni yaqindan nazorat qilib, buni ijro qilish haqida aniq ko'rsatma bergan. Adrian Zenz markaziy hukumat vaziyatdan yaqindan xabarlantirilib turgan va bu tadbirlarni tasdiqlagan. Ya'ni bu markaziy hukumatning tasdiqlashiga erishgan. Bizning Şinjan saqchi hujjatlaridan erishgan buningga doir dalillarimiz bor deb ko'rsatdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.